So'nggi so'zing bormi? Yo'q. Фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра, разбитая душа, и все твои обещания. Men qarshilik qilishga harakat ham qilmayapman. Aksincha, o'zim o'lmoqchiman. Tushunarli. Xo'sh, nima uchun? Meni yashashga xohishim qolmadi. Hozirgacha sanoqsiz odamlarni o'ldirdim. Lekin hech qanaqa tuyg'u his qilmadim. O'lishni xohlayotganingga qaramay, qarshilik qilayotganga o'xshaysan. Yashashni istamasam, U haq. O'zim nima qilaman? Nega o'lishni xohlamayman? Oxiratgacha bo'lsa ham xohishim yo'q. Ertaga hammasini tugataman. Ertangi qatl vaqtida. Kim kesishadi? Sen menga savol berayotgan ayolmisan? ha, o'shaman. Qochoq Shinobiga bemoru. Bokfu seni qatl qilishni menga topshirdi. O'lishni xohlayotganing esingdami? Men seni xohishingni bajaraman. Nega qochmassan? Axir biroz qolgandi. O'lishim mumkinmi? Men o'lishni xohlamaymanmi? Seni bu hayoting bilan bog'lab turadi. Bu seni xotiningga bo'lgan sevging. U seni yashashing uchun yetarlicha sabab emasmi? Siyatsiz massiz. Yo'q. Men shunaqaman. Jirkanch narsalarga ko'nikib qo'yganman. Va seni ham bunga aralashtiribman. Buni bari xato. Siz mehribonsiz. Axir, meni yuzimdan chirkanmaydigan yagona odamsiz-ku. Balki meni yuzim xunuk bo'lgani uchun sizga shunaqa tuyulayotgandir. Ivagagurida erkaklar askar, ayollar bola tug'ish uchun yaralgan. Bizga oddiy odamlarday yashashga ruxsat berilmagan. Bunga harakat qilganim uchun ham. Otamam buni xohlamagani uchun meni yuzimni kuydirdi. Lekin odamlarning yuragidagi hislari hech qachon o'lmaydi.